Assalomu alaykum. Hozir sizlarga mana bu Open Budget uz orqali qanday ovoz berish mumkin ekanligini qisqacha ko'rsatib o'tmoqchiman. Demak, havola orqali kirilganida bo'layotgan holatni mavzusi va izohi keltirilgan. Bu tarafga taklif qilingan mablag' va pastki qismida esa ovoz berish qismi turibdi. Mana shu ovoz berishni, demak, SMS orqali ovoz berish bo'limiga o'tamiz. O'tganimizda mana bu yerda demak, telefon raqamlarini kiritish ko'rsatilgan. Telefon raqamlarimizni kiritib ko'ramiz. Masalan, telefon raqamlarimizni kiritdik va demak, sinash uchun bu yerda kod berilgan. Mana shu kodni demak, hisoblab kiritishimiz mumkin bo'ladi. SMS kodni yuborish tugmasini bosamiz va SMS keladi. Mana shu kelgan SMSni kiritib, demak, отправить tugmasini bosish kifoya qiladi.